Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Bir xonali uyingiz mana. Bolalarning kiyim-kechaklari qayerda turadi? Mana bunda turadi. Shunday turadi mana. Bor kiyimlari shumi? Ha. Mana bir qator qizim maktab ustiboshlari. Mana bir qator ko'chaga kiyadi monasini. Keyin shu o'g'limi ustiboshlari turadi. Shuni ham O'zingiznikichi? Mana shu ustimdagi xolos bir qator ustim bor. Shu ichimda futbolkam bor, uyga kiygani. Boshqa kiyimlaringiz yo'q? Yo'q. Bolalardagi ham boshqa yo'q? Yo'q, mana shu bir qator. Mana shu idishga sig'adi ikkosiniki. Onam shu ko'rib topib tutishib berishganda, endi qiz bolalik paytimizda biz unaqa sevishib turmush qilmaganmiz. Bu paytlarda jicha uyatida to'g'risi. Qishloqda katta bo'lganman-da, men Niyoz Botirda o'zi katta yashagan. O'shadan kelin bo'lib, shaharga kelin bo'lib tushganman. Hozir u uyingizda kim yashaydi? Uni sotib, akam xotini sotib, akam qamalib ketgandan keyin xotin turmushga chiqib ketib-yordi. Hech narsa qila olmadinglar? Xotin nomiga o'tkazib qo'ygan ekanda, akani ko'pchilikdan qarzi bor ekan. Ota eshigim ham yo'qda borib o'tiray desam. Samovarda idish yuvdim borib. Kechqurun ketaman soat 4da, ashi qizim qarab qoladi, ekin sinf qizim. Katta qizimni qiynalganimdan ashi xo'jayinimni buvasi qarab turadi deb berdim. Iloji yo'q, baqalmayapman to'g'risi bolalarni. Yaqindan beri berdim, ilojim yo'q. Chunki ular katta odam bor, har qalay eplanib yashab tur dedim. Maktabi bor. Men to'g'risi yetkiza olmayapman. Bitta o'zimga rosa qiyin bo'lib ketyapti. Shuning uchun iloji ashada yurib turgan dedim. Ikkinchi qizimni ham o'sha Muhammad uchalamiz mana shu eplanib yashab turibmiz. Ko'proq shu xolam yordam beradi, non olib chiqadi. Nima bo'lsa eplanib olib chiqadi, yeylar deb. Daji 3 kunlar ham ovqat yo'q, kunlari ham bo'lyapti. Ichi bola non yo'q kunlari ham bo'lyapti. Ilojimiz yo'q, o'tiramiz, birovga dardimizni ayta olmaymiz. Ish bo'lsa chaqiradi samovarda idish yuvishga. Chiqaman 100 ming yo 80 ming beradi. O'sha yuvib kiraman. Siz qo'shnisimisiz Guliranoni? Guliranoni ijara o'tirgan qo'shnisiman-da, ijara endi yaqindan beri bu yerga kelib o'tiribdi. Qanday hayot kechiryapti? Qiynalyapti-da. Qiyinchilikda bunaqa hayot yo'q hozir shaharda. Qishloqda ham yo'q. Bir joyga boray desa bolani tashlab ketamaydi. Maktabdan qolib bolasi qarab turish kerak ishga. Postoyan ishga. Men bog'chaga beray desa to'lagani puli yo'q. Endi biz ham pensionermiz, pensiyaga qaraganmiz, o'zimiz kasalmiz, bizni xabar oladiganlarimiz bor. Oshiqcha narsa bo'lib qolsa beraman, to'g'ri. Xo'jayinim bilan ikkovimiz yashaymiz biz ham. 2009 turmushga chiqqanman. 5 yil farzandsiz bo'lib Necha yoshingizda turmushga chiqdingiz? 20 yoshda. Biror joyda o'qidingizmi? Kasbingiz, hunaringiz bormi? Onam oriqchani edi. Keyin dadam erta o'lib ketgan bizda. Onam o'zi katta qilgani uchun, yolg'iz katta qilgani uchun bizni o'qiy olmadim, to'g'risi sharoitim bo'lmadi o'qigani. O'zimizga o'zimiz harakat qilib qishloqdan chiqqan farzandmiz biz ham. Yer chopib, shunaqa qilib yurardik. Keyin shu shaharga turmushga chiqdim, hayotim bo'lmadi. 9 yil yashadim. Onam bir joyda bo'lib qolgandan keyin onam sahrida. Shunaqa endi u anaqa ekan, endi qaradim-da, endi to'g'risi ko'ngli tortmadi. Onam qarab kelib ularga ovqat qilib berdim, lekin ularning ko'ngli tortmadi. Shu ajrashib ketdim. Onam o'zi nomiga kreditga uy olib berdi. Men to'lab keldim. Aliment pul berdi lekin. Aliment pulga to'lab keldim, lekin bolam qo'qqis anaqa bo'lib qolib, qonni ishib ketar edi. Davolatolmay iloji yo'q sotdim. Sotgandan keyin mana u yerda ijarada turdim. Bu yerda oxiri shu yerga kelib o'tiribman. Mana qo'ni-qo'shnilar yaxshi ekan, Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Qarab turishgan yo'q, har kuni yordam beradi. Mana ob-rohat kunda ovqat olib chiqadi farzandim uchun, sharoit yo'q ovqat qiladigan bu yerda. Ovqat qilmay qo'yganmiz biz to'g'rirog'i. Bitta xonada 700 ming qilib qo'ydi. Suvni ham u yoqdan toshib kelib ichamiz. Mayli, shunisiga ham shukr.
yomg'ir tushmay, qor tushmay, bolalarim kasal qilmay eplab katta qilib oldim, lekin bitta yolg'iz o'zimga qiyin bo'lyapti. Kattam 7-sinfda o'qiydi. Kichkina ikkinchi qizim 2-sinfda o'qiydi. Kichkinam 2 yosh hozir. Bolamni bog'chaga ham bera olmayapman. Davlat bog'chalari qimmat, uy bog'chasi rosa qimmat. Ishlay desam, bir joyga chiqib ketsam, bolamdan hijolat olaman. Shuning uchun uyda o'tirib qoldim. Hozir hech qanaqa ishlay olmayapman. Dadasi ham beradigan emas. O'zini ham naqasi yo'q, sharoiti yo'q edi. Alimenti ham bo'lib zo'rg'a berardi. Nima ish qiladi xo'jayini? Xuddi qilib sotardi. Hozir chetga ketib borgan. Rossiyadan pul yuboradimi ollari? Yo'q, shu bitta alimenti beradi xolos. Aliment lekin beradi. Ha. Aliment beradi, 500 ming beradi. Men endi u yerdan bu yerdan eplanib shuni ijaraga to'lab o'tiribman. Hozir qarzim bor ijaradan ham. Ishlashga harakat qildingizmi? Ishlayman. Hozir yo'q, ishlashga harakat qildim. Ish yo'q menga hozir, chunki bolangiz kichkina deyapti. Qayerga borsan? Kichkinada 2 yosh, 3 yoshdan olamiz deyapti. Uy bog'chaga berib ishlay desam, kuniga 30 ming. Men kerak bo'lsa nonga pul topolmayapman, to'g'risi. Unga naq berib, keyin bolangizni berishingizga to'g'ri keladi. Mahalla komitetiga murojaat qildingizmi? Hokimiyatga? Ha, murojaat qildim. Hech kim yordam bermayapti. Nima deyishyapti? Mahalla komitetiga telefon qilaman, olmaydi mahalla komiteti. Yordam bermaydi. Shu o'zi ijara o'tirgan joyingga bor deydi. Bu yerga chiqmadim, to'g'risi. Nima ham deb chiqaman bu yerga. Hokimga chiqaman, ko'p chiqaman, bo'pti yordam beramiz deydi, lekin birovlarga topshiriq beradi, ishchilarga boraveraman, oxiri yo'q qo'yadi. Oxiri charchadim, chiqmay qo'ydim. Undan shu Allohdan hokimiyatdan, mahalladan hech qanaqa yordam olmadingizmi? Hozir necha yildan beri shunaqa qilib yashab yuribsiz? 2 yil, 3 yildan beri. Ajrashib ketganingizga necha yil bo'ldi? U ham men bilan ijarada turdi. Oxiri ketib bordi Rossiyaga. Shu qonim dedi Muhammad. Ona hozir 2 yil kirgan bo'lsa 3 yil o'tib qoldi ajrashganimga. Gulirona, men noqulay bir savol beraman-da, masalan, o'zingiz ijarada yashagan ekansiz. Yana bitta farzand sizga keragi bormidi? Masalan, planlashtirsangiz boshqa. Bolam qonim dedi, shu Muhammad qonim dedi ekan. Men o'zim bilmaganman. Humoyun Rahmatli o'lib bo'lgandan keyin hali bola dog'ida kuyib ketib, men u bolam qornimda borligini ham bilmaganman, hattoki. Shu keyin u xo'jayinim ketib bordi. Keyin iloji yo'q. 3 ta bolaga 500 ming beradimi? Ha. Shu o'zi kuchi yetganicha-da. Uni ham o'zini vatani yo'q. O'zi kasalman to'ppagan. O'zi ham kasal, u javob beradigan emas o'zi ham. Oriqchan bo'lib qolgan. Bundan keyin nima qilmoqchisiz? Bundan keyin Xudo xolasa uy-joy qilsam, shu ishlab bolalarimni boqib, katta qilib, chiroyli qilib yashamoqchiman-da.